Hammaga salom. Bugun shanba, dam olish kuningiz sizlarda qanaqa o'tadi? Bugun farzandlarimga dam, bizda esa uborka bilan boshlandi. Ishni mana xonamni birinchi tozalashdan boshladik. Qizlarim ham ancha katta bo'lib qolishgan. Hamma ishda menga yordam berishadi. Qiz bolani bori yaxshi deb shunga aytsa kerak. Ular menga nafaqat ko'makdosh, balki sirdosh hamdir. To'g'ri, ular ba'zida asabiylashtirishadi, hattoki joningizdan ham to'ydirishadi. Lekin shunga qaramay, ularga mehringiz oshib, yana ham yaxshi ko'rib boraverarkansiz. Ular bilan hayot yana ham go'zal. Bu gapimga menimcha hamma onalar qo'shilishadi. Bolali uy bu yoqdan tozalasangiz, u yoqdan to'ziydi deb bekorga aytishmaydi. Lekin baribir har qanaqa holatda ham uyni toza saqlashga harakat qiladi. Har holda ayol kishimiz toza xonadonga baraka yog'iladi deb bekorga aytishmaydi. 3 farzandim bilan vaqt qanday o'tib ketgani ham sezilmay qoladi. Xonamni ham bir amallab tozalab oldik. Endi esa oynalarga navbat keldi. Ahamiyat berayotgan bo'lsalaring, bu yoqda maynelar dartyapman, pastda esa qizalog'im tattalasini chiqaryapti. Endi esa to'plangan kirlarni kir moshinaga solib, toza qilib yuvib bergin deb iltimos qilib qo'ydim. Yaxshiyam baxtimizga shu kir moshina bor. Oshxonaga kirsam, rakovina to'la idish meni kutib turgan ekan. Idishlarni tezlikda yuvdimda va obedga ovqat tayyorlashga kirishib ketdim. Qizlarim esa o'zlarini xonalarini yig'ishtirishga kirib ketishdi. Esinglarda bo'lsa, oshxonamni kafeliga samakillikka yopishtirgandim. O'sha videoyimni kommentariyasida juda ham ko'pchilik gazni yoniga g'ishtima qilmaydimi deb savol berishibdi. Bemalol qo'rqmay olib ishlataveringlar. Bu narsa issiqqa ham anchagina chidamli ekan. Shunday qilib, shanba kunining obedgacha bo'lgan vaqti bizda shu tarzda o'tdi.